Assalomu alaykum. Kelinglar, bugun sizlarga Xitoydan почти 10 kilo yuk bo'lib kelgan zakazlarimizni obzor qilib beraman. Video boshida shuni aytib o'tishni xohlaymanki, bizlarni Telegramda ham, Instagramda ham Brand Kids Samarkand nomli onlayn magazinimiz bor. Bu magazin asosan detskiy kiyimlar uchun mo'ljallangan. Albatta kirib ko'rishingizni tavsiya qilaman. Chunki ko'ryapsiz, u yerda narxlar juda ham arzon va juda ham sifatli narsalar olib kelinadi. Bu troykamizning narxi esa 145 ming so'm. Sifati juda ham ajoyib, ham ayni damda trendga chiqqan mahsulot hisoblanadi. Qizchalarimiz kiysa juda ham asal bo'lib turadi. Sifati juda ham yaxshi, jinsining sifati juda ham yaxshi, yengil jinsi, unaqa issiq emas, bemalol yozga kiysa bo'ladi va ichidan mayichkasi bor. Bu navbatdagi kombinezonimiz, buning narxi 85 ming so'm. Bu asosan yoz uchun mo'ljallangan, lekin bahor yozga kiysa bo'ladigan. Rangi videoga sal pastroq bo'lib tushgan, lekin aslini ko'rganda rangi juda ham tiniq va cho'ntaklari, tugmalari apmanka emas. Bu esa jinsi dvoykamiz. Buning narxi 170 ming so'm. Hamma razmerlari bor. Bundan ham adashmasam 1 yoshdan 7-8 yoshgacha to'g'ri keladi. Buni ham cho'ntaklari apmanka emas, hamma tugmalari ishlaydi. Zakazlar ichida eng asal kombinezonimiz shu hisoblanadi. Bunaqa sifatda kelishini o'zim ham kutmagandim. Babuchkasi va hamma tugmalari ishlaydi. Eng asosiysi materiali shunaqa yumshoq. O'zingiz ko'rib turibsiz, kichkina teshikchalari mavjud. Ayni yozga bolalar uchun juda ham yumshoqqina, ham bolalar tanasi nafas oladi bemalol bu kiyimni kiyganda. Ham etiketkasiga e'tibor bersam 100% paxta deb yozilgan. Sifati juda a'lo darajada ekan. Buning narxi esa atigi 35 ming so'm. Shu bilan birga klientimiz mana shunaqa oyoq kiyimcha zakaz qilganlar. Bolajonimiz menimcha 6-7 oylik bo'ladi deb aytgan edilar. Bu basnochkamiz tagi qattiq emas, shunchaki hali endi yurishni, endi o'rganayotgan bolalar uchun mo'ljallangan. Bu basnochkamiz esa 33 razmerga zakaz tushgan. Juda ham chiroyli kelgan, ham yengilgina. Narxi esa 49 ming so'm. Nima deb o'ylaysizlar? Shu haqida ham izoh yozib qoldiringlar. Narxlar Xitoydan zakaz qilganda arzonroqmi yo o'zimizda shunaqa kiyimlarni topsa ham bo'ladimi? Fikringizni albatta izohlarda yozib qoldiring. Shunchaki bu biz uchun qiziq va bizni tanlayotgan mijozlar uchun ham juda ham qiziq bo'ladi deb umid qilaman. Juda ham ko'p zakaz tushayotgan tovarimiz aynan shu tapchikacha hisoblanadi. Buning narxi 55 ming so'm. Hamma razmerlari mavjud. Bemalol 1 yoshdan 8-9-10 yoshgacha bo'lgan qizlarimiz uchun barcha razmerlar mavjud. Ham kiyganda neudobni emas, juda ham udobni, yengilgina hisoblanadi. Qizlarimiz yozga maza qilib kiysa bo'ladi. Buni bitta klientimiz ajoyib qizchalari uchun zakaz qilganlar. 2 xil rangidan oldilar. Bu troyka hisoblanadi. Buni narxi 129 ming so'm. Bu ichida mayichkasi bor va shunaqa rubashka bilan shortikchasi bor. Eng asosiysi shortikchasini ichi astari xepe, bemalol yozga maza qilib kiysa bo'ladi. Endigi navbat o'g'il bolalarimizni kiyimlarini obzoriga. Bu 115 ming so'm. Shunaqa jinsovka shortikcha va futbolkasi varatnikli hisoblanadi va yonida shunaqa pechatlari mavjud. Yana ajoyib kombinezonchamiz bor. Buni bitta modniy klientimiz zakaz qilganlar. Belida remenchasi bor va barcha cho'ntaklari, tugmalari hammasi ishlaydi, apmanka emas. Materiali qattiq jinsi emas, yumshoqgina jinsovka, yozga, bahorga, kuzga bemalol kiysa bo'ladi. Afsuski, shuni zakaz qilgan klientimizga tovarlari kichik bo'lib kelibdi ekan razmeri. Mayli, vazirot qilsangiz bo'ladi, boshqasini zakaz qilib beraman desam ham, yo'q, bu menga juda ham yoqdi. Mayli, ukasi bo'lsa, ukasiga olib qo'yaman deb baribir ham qaytarmadilar. Men ham juda ham xursand bo'ldim bundan. Navbatdagi shortik futbolkachamiz. Juda ham mana shu shortik futbolkani sifati yaxshi, oldilari tugmali, varatnikchali, ham materiali yumshoqgina, yuvib ishlatsa bo'ladigan tovar hisoblanadi. Choklari ham juda yaxshi tikilgan, jinsisini ham sifati juda ham yaxshi. Buning narxi 145 ming so'm. Albatta yana eslatib o'tamiz, Telegramga ham Brand Kids Samarkand deb shu tarzda yozsangiz bizning onlayn magazinimiz chiqadi va bundan tashqari Instagramga ham Brand Kids Samarkand deb yozsangiz bizning magazinimiz chiqib keladi. Albatta obuna bo'lib ko'ring. Bizda dastavkamiz bepul. Albatta tovar zakaz qilsangiz 18-20 kun ichida uyingizgacha yetkazib beramiz. Navbatdagi jinsovka dvoykamiz 169 ming so'm. Bu 6 yoshli qizchamizga mo'ljallangan.
sifati juda ham yaxshi bo'lib keldi. O'zingiz ko'rib ham turibsiz. Video hech qanday effekt yoki ranglarsiz videoga olingan. Qanday bo'lsa shunday videoga olingan. Sifati juda ham ajoyib. Qizchalarimiz uchun shunaqa ko'ylakcha zakaz qilganlar. Buning pushti va oq rangi mavjud. Oq rangini varatnikini paloskasi qora rangda, pushtisi esa oq rangda. Juda ham chiroyli, materiali polo material. Yuvib ishlatadigan material. O'zi videodan ham ko'rinib turibdi. Video hech qanday effektsiz videoga olingan. Bu yumshoqgina shortik futbolkamiz. Shortikchasi juda ham yumshoq, ham muzdekgina turadi. Futbolkachasi ham juda ham yumshoqgina materiali. Bilmayman bu materialni qanday deb nomlanishadi. Bunaqa materiallarning nomini bilmayman. Shuning uchun yumshoq deb faqat aytib o'tyapman. To'g'ri tushunasizlar deb o'ylayman, lekin juda ham havo o'tkazadigan heavy material juda ham yaxshi. Eng oxirgi shortik futbolkamiz. Bu 6-7 oylik chaqaloqimiz uchun mo'ljallangan. Shortikchasi unaqa qattiq emas, yumshoq shortikcha, jinsi bo'lgani bilan qattiq jinsi emas. Yozga bemalol kiysa bo'ladi, havo o'tkazadigan. 100% paxta. Hamma tovarlarimiz 100% paxta. Materiali juda ham yaxshi. Agar sizga shunaqa detski kiyimlarning abzori qiziq bo'lsa yoki Xitoydan tovarlarning reali qanday bo'lib kelishi qiziq bo'lsa, albatta mening sahifamga obuna bo'lib qo'yishni unutmang.